Anchilar Samarqand mashina bozoridan 21-04 mashinalardan ko'rsamiz. Puli yengillar. Yili 2012-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Gelik bilan 07 Diva'da shu ovoz chiqadi. Gelik bilan 07 da shunaqa ovoz chiqadi. Motor holatlari. Injektor ekanda. Mana propan, gaz balon, zapaska balonlari, kolonka, magnitofon, hamma narsasi bor ekan. Shunga qilingan tag holatlari. Yili nechi? 12. Yili 12. Puli 5000 so'rayapsiz. Taqalgan joy qancha bo'lsa berasiz? 4-7 bo'lsa beraveramiz. 4-7 bo'lsa, kraska qayerlarda bor? Onlayda kamera bor, ikkita eshiklar bor. Aha, qolgan joy toza. Korobka motor ochilmagan. Motor qilingan. Motor qilingan, tayyor. 5000 deb turibmiz. Yurgan masofasi qancha? 80 mingdan yurgan. 80 mingdan yurgan. Yili 2012. Mashin qayerdaki? Shahar. Shahardaki. Telefon raqami aytib qo'ying. 90lik 271 97 99. 97-99. Aloqaga chiqaversinlar. Yana ustida gaplashamiz pulini. Rol gidro oscillator. Elektro oscillator. Ha, mana bular. 4 oyna siklab qadaylar. Gapi, shuncha yaxshi ekan. Holatlari. Tak holatlari mana. Zadniy most korobkalar yaxshi. Mana zominachi Samarqand mashina bozoridan. Yana 5 ni mashinalardan ko'rsatamiz. Siz tushmaysiz. Bijir qo'yib yuboramiz yuzingizga amaki. Ey, gapimiz baba. Mana mashinamizning salon holatlari, rollari, sidinalar chixol poli qilingan. Mashincha alikantari qilingan tomlari. Amaki bu nomi nima bu mashinchani? Gaz 21. Volga. Volga 21. Gaz 21 Volga. Gaz Metan qo'yilgan. Metan ha, metan. Gaz 21 Volga. Puli qancha so'rayapsizlar buni? 3000 so'rayapmiz. 3000 so'rayapsiz. Taqalgan joy qancha bo'lsa berasiz endi? Yana ustida gaplashaveramiz. Gaplashaveramiz. Ha, kami bor. Kami bor. Korobka nechtalik bu? 24, korobka 4 talik. 1 2 3 4. Aha, motor nimaniki qo'yilgan? Volganiki. Yo'q, o'ziniki. O'ziniki motor. 24. Ha, 24 Bu motor. 24 bilan chiqadi 21. Ha, gap yo'q. Puli qanchaga bo'lsa 3000 dan sal tushasiz kelsa. Telefon raqami aytib qoldiring amaki. Mana oldiga nomer. Ikkisini ham yozib oldim. Aha.